bugungi kunda jamiyatimizda ayolni ilmi olish qanchalik muhim? 100% ilm muhim. Bilib olinglar, buyuk shaxslarning oldida buyuk ayollar bo'lgan. Agar uyinglarda tinchlik bo'lmasa, ming ish qilganingiz ham anaqa foydasi yo'q. Aristotel aytadi. Endi xafa bo'lmanglar, gaplarim kuchli. Bedavo ayolni davoliy qilaman deb qancha erkaklar ado bo'ldilar. Buyuk boshli imperiyalarning parchalanib ketishiga ham shu sababchilar bo'lgan. Agar ayolingiz o'qisa, sizni ertaga uyingizga uverniy bo'lasiz. Agar uyingizga uverniy bo'lgandan keyin sizning ishlaringizga baraka kelishni boshlaydi. Uyingizda notinchlik bo'lib, qanaqa qilib ko'chada yalaq qilaverasiz. O'ylayverasizda ishlay olmay qolasiz. Agar ayolingiz kitob o'qisa, uyingiz tinch bo'lishiga 100% uni uverniysiz. 100% uverniy bo'lgandan keyin ishingizni ham bemalol qila olasiz. Ayollaringizga kitob o'qishmayotgan bo'lsa, pul bering, pulni yaxshi ko'rishadi. Ya, tilla buyum desa tilla buyum, ko'ylak desa olib bering, mayli 4 ta bo'lsa ham olib bering. Faqat ja bo'lmasa bitta kitobni, kichkinaroqlarni bering, daskazlarni bering, qiziqroqlarni. Bitta qiziq bo'lsa 3 ta kitob o'qisa bo'ldi. Nimaga? Ayolingiz uyda o'tiradi-da. Biz ishdamiz, tosh davridan biri. Bolalar ko'radi-ku uni. O'qiyotganini ko'raversa, keyin qiziqib o'qishni boshlaydi. Ayolingiz o'qidimi, jamiyat o'qishni boshlaydi. O'shaning uchun ayollarga men tekinga arzon ham berishga harakat qilaveraman. Ilmli ayol madrasada deb ko'p gapiraman, eshitgansizlar.